Moskva va Qashqar haqida qisqacha tarixiy uchurlar. Sayram o'g'lani. Kirish so'z o'rnida. 2020-yili 5-6 sentabr kunlari Rossiya aholisi Moskva shahri qurilganligining 873 yilligini tabrikladi. Gerçi Xitoy virusining xatiri texi to'liq degidek oxirlashmagan bo'lsa-mu, biroq Vladimir Putin o'zi riyosatchilik qilib, bu yil Moskva shahrining 873 yilligini tabriklab, nutq so'zlab, poytaxt olisiga salom etdi. Undaqda O'rus tarixchilari O'ruslar va Uyg'urlar haqida, jumladan Qashqar va Moskva haqida nimalarni aytgan? Hozirgi Moskva burun qandaq edi? Hozir qandaq bo'lib qoldi? O'ruslar burun kim edi? Hozir kim bo'ldi? Uyg'urlar burun kim edi? Keyin kimga aylanib qoldi? Endi kim bo'lishi kerak? O'ruslar amdila ibtidoiy o'rmon hayotini oxirlashtirib, Moskva shahrini qurganda, Uyg'urlarning Qashqar shahri madaniyatning yuqori pallasida edi. Vasilyev. Bu yil 6 sentabr aslida sosliq bo'lgan Moskva shahri qurilganligining 873 yilligi bo'lib, 1147-yili Knaz Yuriy Dolgorokiy tarafidan qurilgan. Demak, Moskva shahri qurilmasda Qashqar shahri hozirgi o'ttir sharqdagi tugunmas nizolar va tushkunlik sababli allaburun to'pchang besib, xaroblashib ketgan Bag'dod, Damashq, Qoyira, Isfahan, Samarqand va Buxorolardan shuhrati eshib ketgan Tavarruk shahri edi. Chunki bu vaqtda Qashqar shahri tunji turk islom imperiyasi bo'lgan buyuk Qaraxonlarning poytaxti edi. Islom va turk. Islom madaniyati mushu shahar orqali barcha turk yurtlariga yeyilib, Iron va Xurosonda Saljuqiylar saltanati G'aznini markaz qilib, Janubiy Osiyoga to'xtamay kengayayotgan G'aznaviylar saltanatini ma'naviy jihatdan oziqlantirib turadi. Birinchi, Qashqarning qisqacha jo'grafiyasi, milliy madaniyati va tarixi haqida. Qashqar shahri ana vatanimizning g'arbiy janubiy qismiga joylashgan bo'lib, bugungi atalmish Qashqar viloyatining ma'muriy markazi. Qashqarning jo'grafiyalik o'rni shimoliy kenglik 26-24-39 gradus. Sharqiy uzunlik 47-6-76 gradus. Dengiz yuzidan egizligi 1290 metr. Qashqar shahrining 1999-yili e'lon qilingan nupusi 205 ming. Qashqarda hozir bor bo'lgan qadimiy shahar ko'chalaridan Yetka jamoasini markaz qilgan Chas ko'cha, O'rda oldi, Buloqbeshi, O'rda masjidi, Do'ng masjid, Janqo'rg'on, To'ryarvog', Koni darvoza yo'li, Yorbeshi, Kulachilar mahallasi qatorliq joylar O'stanbo'y atrofiga markazlashgan. O'rda-beshi yo'li, Koni darvoza yo'li, Yorbog' yo'li, Ariya yo'li o'ttirsidagi qadimiy turalg'i ko'chalar Qashqar shahrining Yorbog' ish boshqarmasi tavasida bo'lib, Janqo'rg'on ko'chasi bilan Buloqbeshi ko'chasini asos qilgan holda yana 20 necha tor ko'chalarga ayrilgan. Umumiy doirasi 2 kvadrat kilometr bo'lib, 10 necha ming aholi o'ltiraqlashgan. Bu ko'chalarning barpo qilinish tarixini milodiy 10-asrlargacha surishga bo'ladi. Chunki Qashqar shahri milodiy 893-yildan toki 932-yili O'g'ilchoq Buraxon Og'dirilgacha Qaraxonlarning Talasdan keyingi qo'shimcha poytaxti bo'lgan. 932-yildan 1041-yili Qag'alliqning asosliq poytaxti bo'lgan.
1141-yildagi Qatvan urushidan keyin har ikki qarxonlar qara Xitoylarga beqindi bo'lib qolgandan toki 1212-yili kuchli Qashqarni xarob qilguncha davomliq poytaxt bo'lgan. Coğrafiyalik o'rni va klimati. Qashqar shahri Qashqar daryosi dövletining o'ttira yuqori qismiga joylashgan. Uning sharqi shimol, g'arb tarafi Qashqar Konishar naysi bilan tutishidi. Janub tarafi Qashqar Yengishar naysi bilan tutishidi. Sharqdan g'arbgacha bo'lgan kengligi 13 kilometr. Janubdan shimolgacha bo'lgan uzunligi 19 kilometr. Shahar rayoni ko'lami 15-5 kvadrat kilometr. Yer tuzilishi. Shimoliy tarafi egiz, janubiy tarafi past. Tarixdan buyon daryo yaqinlarining uzluksiz o'zgarib turishi, tinishi bilan yer tuzilishi murakkab bo'lib ketgan. Tavasida Qizil daryosi va Tuman daryosi bor. Uning yillik iqin miqdori 2 milliard 185 million kub metr. Tuzlanlik yer asti zapas suv miqdori 67 million kub metr. Qashqar shahri illiq, mo'tadil balvog' qurg'oq iqlim rayoniga kirdi. Yillik o'rtacha temperaturasi 11-7. Eng yuqori temperaturasi 40-1. Eng tuvan temperaturasi 24-4. Kunning yillik o'rtacha vaqti 2874 soat. Jug'lanma temperaturasi 4255. Qirosiz mezgili 218 kun. Yillik o'rtacha ho'l yig'im miqdori 61-5 millimetr. Suning yillik o'rtacha parga aylanish miqdori 2487-1 millimetr. Qashqar shahri iqtisodiy jihatda sanoatni asos qiladi. Sanoati to'qimchilik sanoati, bo'yoqchilik, elektr quvvati, ximiya sanoati, xurumchilik, yemak-ichmak, kiyim-kechak, qurilish materiallari, mashinsozlik va remontchilik, matbuot va an'anaviy qo'l hunarvanchilik qatorliq 20 xildan oshadi. Buning ichida qurilish materiallari, to'qimchilik, milliy, alohida sanoat va sayohatchilik bu shahardagi 4 cho'ng to'rik kasb hisoblanadi. Shahar atrofi rayoni yezi egiligida shahar aholisini ko'ktat bilan ta'minlash asos qilinadi. Dehqonchilik mahsulotlaridan bug'doy, ko'mmoqonoq, shol, kivaz, mevichi va ko'ktat qatorliqlar bor. Qashqar shahridagi bu qadimiy ko'cha turalg'ular bu yerda yashayotgan aholilarning qo'l hunar san'ati, urf-odati, binokorlik madaniyati uzun tarixning ayni simasidir. Bu joy bizga yiroq qadimiy dunyoning ta'sirotini berdi. Qashqar shahrining bu qadimiy ko'cha turalg'ularini aylanganda har bir to'qmishdan qayrilib, xilma-xil madaniyat iznalarini payqaganda, necha 100 yil, hatto 1000 yil oldidagi davrda turayotgandek, qisqagina hayotda necha davrning o'zirini surgandek bilinadi. Qashqar shahri milodidan burungi 7-asrda Turan qag'oni Olib Ertonga qag'onning poytaxti bo'lgan bo'lsa, milodi 10-asrdan boshlab Qaraxonlarning asosliq poytaxti bo'lgan. Bu hashamatli shahar 1212-yili Qara Xitoylar taxtini tortib olgan Nayman xonzodasi kuchlik tarafidan to'liq xarob qilingandan keyin Xorazmlik Uyg'ur savdogar Mahmud Yalvash va o'g'li Mas'ud Chag'ataydan ruxsat elib, shaharni qayta asliga keltirib, burunqi Sochiya kutubxonasi o'rniga dangliq Mas'udiya kutubxonasini qurib chiqqan. Biroq Qashqar shahri 1388-yili Amir Temurning o'g'li Jahongir Mirzaning qo'lida yana bir qatim xarob bo'lgan.
Hatto Mirza Ulug'bek bir mezgil ishg'ol qilib turib, amalsiz chekinadigan chaqda xarob qilib etgan. Uzoq o'tmay Mirza Abubakr qo'lida yana bir qatim vayron bo'lgan. Oxiri Sulton Saidxon 1514-yili Saidiya xonligini qurib chiqib, Qashqar shahrini qaytadan Markaziy Osiyoning madaniyat markaziga aylantirgan. Shuning bilan Qashqar shahri toki G'aldan istilosigacha gullab yashnagan. Undan keyingi 350 yillik tarixi hammaga ma'lum. 2. Moskva shahri haqida qisqa bayon. Sharqiy Yevropa tizlanligidagi Moskva daryosi bo'yiga joylashgan Moskva aslida odam yashamaydigan sosliq bo'lib, milodiy 914-yildan 1090-yillargacha davom qilgan hazarlar, qipchoqlar va pechenaklarning o'zliksiz hujumlari va g'arbga ko'chishi sababli o'ris qabilalari jon saqlash uchun bu sosliq rayonga makonlashib qolgan. Miladi 1147-yili Moskva shahrining uli qo'pirilib, yog'och qurilmaliq uylar insho qilinishga boshlagan. Biroq 1221-yili Markaziy Osiyo bo'stonliqlarini to'liq istilo qilgan Chingizxonning qipchoqlarni qo'g'lab kelgan o'g'li Juchiga qarshi 1223-yili yozda urush ochgan o'rislar Kalka daryosi bo'yida ichinishlik mag'lub bo'lib, Mo'ng'ul qag'alliqining Xorizm shohlardan keyingi dushmaniga aylanib qolgan. Mo'ng'ul qo'shini 1224-yili g'arbdan vaqtliq chekinib chiqib, Tang'ut xonligini yo'qotib, Shimoliy Xitoyni besib yotgan Oltin xonligini yo'qotmoqchi bo'lganda, Chingizxon o'lib ketib, 1229-yili o'g'li O'gaday qolgan bo'lganda, qaytadan tashkillanib, oldi bilan Amo daryosidan o'tib, qayta tirilgan Xorizmsho Jaloliddinga qo'g'lab zarba berib, 1231-yili oktabrda uni o'ltirib, ondan asosli qo'shinni qaytarib ketib, 1232-yili Satichindan kirib, 4 yil urush qilish orqali Jorjatlarning oltin xonligini yo'qotgan. Ondan chaqmoq tezligida g'arbga yurish qilish kengashi ochgan. Kengashda Qaraxonlar va Xorizm shohlar tavasida al bo'lgan musulmon qo'mondonlar islom dunyosiga yurish qilish fikriga norozi bo'lgan. O'gadayxon ularning fikriga hurmat qilib, tunji qatimliq g'arbga yurish qilishni O'ral va Qrimdan boshlamoqchi bo'lgan. G'arbga yurish qilishga Chingizxonning eng cho'ng navrasi Batuxon mas'ul qilingan. Batuxon 1237-yili hozirgi Etil, ya'ni Volga daryosi bo'yida poytaxti saroyni qurib, keyingi yili g'arbiy shimoldagi bay'at qilmagan o'ris knazlariga hujum qilgan. Shunday qilib, yangi qurilgan Moskva 1238-yili Oltin O'rda xoni Batuxon tarafidan vayron qilingan. O'rislardan faqat Vladimir kinazi Yaroslav bilan o'g'li Iskandarlar Batuxonga bay'at qilib, umr bo'yi sodiq bo'lgan. Shunglashqa eng oxirgi o'ris saltanatini saqlab qolgan Iskandar hozir Rossiyadagi birinchi darajalik milliy qahramon deb ataladi. 1312-yili taxtga chiqqan Oltin O'rda xoni O'zbekxon o'rislarga, bo'libmi Moskva knazlariga zo'r imtiyoz bergachga 1341-yili O'zbekxon o'lgandan keyin Moskva knazligi ayrilib chiqish qasdida bo'lgan. 1380-yili sentabrda knaz Dmitriy Oltin O'rdaga qarshi isyon ko'tarib, ularni mag'lub qilgan. Biroq To'xtamishxon 1382-yili 24-avgust Moskvani xarob qilib, Dmitriyni tirik tutib, bu joyda qayta tartib o'rnatgan.
Шу qetim vayron bo'lgan Moskva 1927 yilga kelganda ondan tadrijiy asliga kelishga boshlagan. Shuning bilan Moskva toki 1980-yilgacha Oltin Orda qo'lida qolgan. Biroq shu yillari aslidagi Oltin Orda ulusi 3 xonliqqa parchalanib ketgandan keyin Moskva kinazi Ivan isyon ko'tarib mustaqillik jakarlagan. Uning avlodi Qahirlik Ivan 1547-yili tunji Char podshohlikni qurgandan keyin O'rislar Char Rossiya nomida kuchayishga boshlagan. Buningga diqqat qilayotgan Sultan Sulaymon O'rislarni tinchitmoqchi bo'lgan. Biroq uning o'ris xotini Hürrem Sultan barliq karomatini ishqa selib, sultonni sharqdagi Safaviylar va g'arbdagi Ahli Salab allari bilan urushishga qoyil qilgan. Buni fursat bilgan Ivan 1552-yili Qozon xonligini, 1558-yili Astraxanni yutib olgan. Biroq bu chaqda Yevropadagi oldingi safda urush qilayotgan Sultan Sulaymon 1566-yili 6-sentabr Vengriyadagi Sigitvarda qazo qilgan. Osmanlılar 1571-yili Qrim qog'onligining yo'l boshlashi bilan Moskvaga yurish qilib, shu yili 24-may Moskvani ko'ydirib kul qilib etgan. Ivan qechib qutulgan. Ular Moskvadan 100 ming qulni tutib kelib, Qrimda satgan. O'rislar shu paskoyga tushgancha 1685-yilga kelgandilar, ondan Mag'duriga kelib, Buyuk Petrning yetakchiligida 1711-yilgacha uda urushib, oxiri Qora dengizga chiqish yo'liga erishgan. Biroq shu yili Petr asirga tushib qilib, qaytadan ichki quruqliq davlatiga aylanib qolgan. Petr yana Moskvani tashlab 1712-yili poytaxtni hozirgi Sankt-Peterburgga yo'tkab ketgan. Petr tartgan ziyonni Iroq shimolidagi qo'shnisi Shvetsiyaga buyuk shimol urush qo'zg'ab, oxiri Baltiq dengiziga chiqish eg'iziga erishib to'liqlab olgan. Ondan uda 100 yil kengaymichilik qilgan Char Rossiya 1812-yili Napoleonning 680 ming muntazam qo'shinining zarbisiga uchirgan. Biroq Napoleon quruq Moskva shahrini tashlab chekinib ketgan. Yana 100 yildan keyin Germaniya yurish qilib Peterburgga oz qolganda dunyo urushi oxirlashib qolgan. 1917-yili Char Rossiya g'ulab tushib, 1918-yili bolsheviklar poytaxtni qaytadan Moskvaga yo'tkagan. 1941-yili Gitler Moskvani oxirgi qatim xarob qilgan bo'lsa-mu, biroq yanala chekinishga majbur bo'lgan. Shuningdan beri hech kim Moskvani qayta xarob qilib, bo'ysundirib baxmagan. Aksicha, mushu Moskva va uning qizil yuriki Kreml sarayida talay allarning taqdiri pichilib, kelajagi bekitiladigan holatga kelgan. Ana shu Kreml sarayi yaqinqi 150 yildan beri uda 5 qatim Qashqarning va Uyg'ur xalqining hozirgidek ichinishliq taqdirini bekitib qo'ygan. Xotima o'rnida Kreml temiga birlikda savol qo'yish. Moskva xiyallarining avtori doktor Nabijan Tursun apandi Moskva xiyallardagi eng oxirgi Uyg'ur nomli maqolasida Uyg'urlarning Moskvadagi konsuli deb atalgan marhum Sharif aka bilan o'zining Qizil maydondagi Kreml temiga birlikda savol qo'yganligi haqida mundaq aslimlik uchurlarni bergan. 1990-yili 21 mart Dunyodagi eng qudratlik ikki davlatning biri, ya'ni Amerika Qo'shma Shtatlarining, shuningdek uning ittifoqdoshlarining so'g'uq munosabatlar urushidagi qudratlik raqibi Sovetlar ittifoqining poytaxti Moskvaga
qadam besib, Sovet İttifaqı və Sabiq Sovet İttifaqıdakı 8 yillik o'qish və tədqiqat hayatımni başladım. Qızıl meydandaki Kreml sarayının egiz tamlarına qarab, sansız qitimlab, açıq suallarını qoydum. Çünki bu tamның içində Uyğur xalqının təqdiri talay qitim muzakir qilinib, pichilgan edi. Əgər bu tam qat'iy qarar bergan bo'lsa, 1921 yilidan toki 1933 yili va yoki 1944 yilidan boshlab Uyğur xalqi dunyodagi mustaqil davlatning egisi bo'lganiga ozg'ini kam bir asr bo'lib qolar edi. Hech bo'lmasa, bu tam xuddi butun O'rta Osiyo, Iroq Sharq va boshqa zaminlarni qo'shib olib, dunyodagi eng cho'ng imperiyaga aylanish jarayonida Uyg'urlar zaminini qo'shib olgan bo'lsa, uning bir ittifoqdosh jumhuriyati bo'lib, oxirgi hisobda xuddi O'zbek, Qozoq, Qirg'izlardek mustaqil davlat bo'lganiga 20 necha yillar bo'lgan bo'lar edi. Ming afsus, talay kaj bo'lsa, imperiyalar meni besib ol, qo'shib ol, sana tava bo'lay desangmi olmaydi ekan. Ammo uningga zarur bo'lsa, minglagan odamini chiqim qilib besib oladi yoki qo'shib oladi ekan. Ahvoldan qaraganda, agar tarixiy hujjati oshkorlanib dalillansa, xuddi shohidlar aytishgandek, Ahmadjon Qosimovning Stalindan agar mustaqillikni qo'llamasa, hech bo'lmaganda Sharq Turkistonni o'ziga qo'shib olib, uning bir ittifoqdosh jumhuriyati bo'lishni talab qilishmi, bugungi nuqtadan qaraganda xato emasdek ko'rinadi. Manga o'xshash ana shundoq ochiq savol qo'yg'uchilarning biri, hatto mendan xeyli burun Kremlga qarab bu xil savol qo'yishni boshlagan Moskvalik Uyg'ur, Moskvadagi Uyg'ur ziyolilarining oxirgi vakili, Qashqar bashkaramlik Sharifjon aka, ya'ni Sharif Ahmadi apandimi bor edi. Biz har doim bu tamning Uyg'ur qismatlaridagi o'rni va Uyg'ur xalqining fojialik qismatlari haqida so'zlashatdik. G'azablanatdik, ichinatdik. Bundaq suhbatlarimiz yaqinqi yillarda telefon orqali ko'rishib turgandimi davomlashdi. Biroq 2019-yili 16-avgust kuni mana shu Sharif aka bu dunyodan abadiy xo'shlashdi. Uning Kreml temiga to'xtamay savol qo'yib, o'z xalqining taqdiriga ichinib charchagan yuragi abadiy so'qishdan to'xtagan edi. Men Sharifjon aka bilan 1991-yil atiyazda tanishgan va uning uyida Moskvadagi tunji lag'manni yegan edim. Bu dal uning Moskva hayotiga 36 yil bo'lgan chaqlar edi. U kishi bilan tanishibla uning keng bilimiga va cho'nqur analiz qilish ham to'xtamay munozir qilish odatiga ega ekanligini his qildim. U mening ayni vaqtda dunyodagi eng oldingi o'rindagi ilm-fan tadqiqot organi bo'lgan Sovetlar Ittifoqi Fanlar akademiyasi qaramog'idagi Sharqshunoslik institutining Uyg'ur va O'rta Osiyo tarixi bo'yicha aspiranti ekanligimni bilgandan keyin uning bilan ikkimiz orasidagi munozara temalari ko'paydi va do'stligimiz kuchaydi. Asli kan injener bo'lgan bu kishi Uyg'urlarning tarixiy, siyosiy hayoti va qismatlariga nihoyatda ko'ngil bo'ladi va ko'p bilimga ega edi. Bo'libmi Moskvaning 1960-yildan 1980-yillardagi Xitoy Sovet raqiblik davridagi Uyg'ur qartini qandaq o'ynaganligi va uningga oid ahvollardan xeyli atrofli xabardor edi. Qisqasi, u qart so'rinidagi ishlarning shohidlaridan biri edi. Bu meni texmi qiziqtirdi.
Sharif aka 1995-yili 3-ayning 15 kuni mening Moskvadagi Rossiya Fanlar Akademiyasi Sharqshunoslik institutida dissertatsiya yoqlab, tarix bo'yicha doktorlik unvoniga erishganda o'tkazilgan dog'dug'liq murosim va ziyofat so'riniga qatnashib, Rossiyaning atoqliq turkologlar, tarixshunos akademik professorlar oldida so'z qilib, Rossiya Fanlar Akademiyasi Sharqshunoslik institutining 200 yilga yaqin tarixida tunji qatim Qashqariya yoki Sharq Turkistondan kelgan bir Uyg'ur yoshning doktorlik uchun dissertatsiya yoqlab, doktor bo'lganligi, buning uchun u olimlarga rahmat aytadiganligini bildirib, ruslarning Uyg'ur qismatlaridagi o'rnini aslatib, ochiqroq talaffuzda aytgan so'zlari murosim qatnashuvchilarini sukutga cho'mdirgan edi. Qashqar bilan Moskvaning hikoyasi bizga nimani o'rgatdi? Hozirgacha xalqimiz ishlarning tashqi postidilla xabardor bo'lib keldi. Odamlarning sirtqi qiyofatini ko'ribla qarsiga baholab keldi. Ammo ishlarning haqiqiy yuzi biz unutib ketgan tarixlar bilan dushmanning qo'lidagi maxfiy arxivlarda. Har holda tariximizni to'g'ri o'rganish orqali dushmanlarning qo'lidagi arxivlarni faraz qilib bo'lsa-mu, strategiya bekitib, yo'limizni davom qila olamiz. Tarix fanlari doktori Nabijon Tursun apandining 12 tomliq Uyg'ur umumiy tarixining yo'riq ko'rishiga boshlaganligi bu bo'shliqni to'ldirg'usi. Bu hozirgi mamatliq paytdagi nimjon Uyg'urlarga qayta tirilish va o'rnidan dasturishdagi g'oyat zo'r ma'naviy energiya bo'lib qolg'usi. Tarixdan faqat ro'yi kuch-quvvat yoki ibrat olamiz. Biroq biz o'tgan tarixda emas, balki texmo murakkab bo'lgan dunyoda yashayapmiz. Sovet ittifoqi tarqalib ketgandan keyin qora kuchning o'rnini iqtisod va texnologiya egalladi. Hozir dunyoni cho'rgiltadigan kuch bilim, iqtisod va texnologiya bo'lib qoldi. Shunga ma'naviyatimizni urg'utgandan keyinla bu sohalardami yetarli kuch hosil qilmasak, yirtqichlar dasturxonidagi semiz paxlan bo'lib qolaveramiz. Kuchlik muhmin, ojiz muhmindan yaxshi. Muhammad alayhissalom. Biz aqlimizdan va aslimizdan shunchalik adashdiqki, alam bilan mundaq deydigan holga tushib qoldik. Nadan do'stdan aqlliq dushman yaxshi. Demisimi, hozir bizga har jihatdan o'zimizdan bakrak o'zgilar ijobiy rol ko'rsatmoqda. Bir misol olsak, Netanyahu Isroiliyaning yerim asr ichidala barliqqa keltirgan mo'jizlik ishlari tövendeki jumlaga yig'inchoqlab bergan. Biz davlat qura oldik, ammo uni qo'g'dab qilish uchun kuchlik harbiy kuch bo'lmaydi. Kuchlik harbiy kuchlar bizning g'alaba mevamizni qo'g'dab qala oladi. Ammo kuchlik harbiy kuch g'oyat zo'r iqtisodiy kuchga muhtoj. Biz bu kuchni kishilardan ig'ir boj ilish bilan hal qilgan bo'lsak, kuchish tugul tezli vayron bo'lgan bo'lardik. Sovet ittifoqiga qarab beqinglar, iqtisodni erkin qo'yib bermagani uchun shuncha qobil, sanoqsiz olimlari turibmi, yanali yemirilib ketdi. Shunga biz to'xtamay mablag' jalb qildik. Dunyodagi barliq ehtiyojli texnologiya va kashfiyotlarga biz oldin yurish qilib, iqtisodiy qimmat yaratdik. Natijada kuchlik iqtisod va kuchlik harbiy kuch bizga kuchlik siyosiy kuchni barliqqa keltirib berdi. Biz mushu kuchlik siyosiy nopuz bilan dunyodagi 160 dan ortiq davlat bilan o'zaro yaqin munosabat o'rnatdik. Xitoy, Hindiston, Qozog'iston va Ozarbayjon qatorliq davlatlarmi Isroiliyaga kelib ketib yuriydi. Mushu 3 putliq birikma kuch
bizning o'ttir sharqdagi ishlarimizning o'ngishli bo'lishiga kapolatlik qilmoqda. Ammo yuqorqi 3 moddiy kuch uzoqqa paylamaydi. Uni chirishdan va qo'ldan ketishdan saqlanish uchun bir ma'naviy kuch bo'lishi kerak. Shundala bu 4 birikma kuchga ega bo'lgan davlat uzoqqacha saltanat surib gullanalaydi. Ya'ni uning so'zi mushu yerda oxirlashdi. Tarixga qarab baqadigan bo'lsak, ko'pincha davlatlar oldi bilan iqtisodiy kuch orqali siyosiy kuch hosil qilib, oxirida yana harbiy kuch barpo qilib, mustaqillikni qo'lga olgan. Misrdagi milliy uyg'onish peshvosi Hasan Bannamo iqtisodiy mustaqillik bo'lmay turib, siyosiy mustaqillik bo'lmaydi degan. Uningdan burunqi Misr ma'naviy doisi Mustafa Kamil, ya'ni Abduqodir Damollamning yaqin do'sti va maslakdoshi. Biz yeydiganimizni, kiydiganimizni va boshqa barliq ehtiyojlarimizni o'zimiz ishlay olmay turib, beqindichilikdan qutula olmaymiz degan. Eng oxirgi dangliq Misr mutafakkiri Muhammad G'azzalimo dal mushu nuqtani ko'zda tutib, bir zavod, ya'ni fabrika qurish, bir masjid qurgan bilan o'xshash savob deb ta'kidlagan. Shunlashqa Uyg'urlarmi bir maydon ma'rifat va sanoat inqilobi qo'zg'ab, zamonimizdagi dunyoga loyiq bilimlar bilan qurollanayli. O'rislar va Moskvaning bugünkidek urush millati va rayimsiz xalq deb atalib qelishi, shundaqla dunyodagi ta'siri kuchlik an'anaviy jahongir davlat bo'lishi, amaliyotda ularningmi burunqi chaqlarda bizdek bo'zaq qilingan va ezilgan qorong'u davrlarning bo'lganligidan bo'lgan. Biroq o'rislar tez pukmidi. Hunarvanlarmi o'lim oldida Batuxonga dadil yuzlanib turib, biz dushmanlarimizga hunar kasblarimizni o'gitib qo'ymaymiz deyaladi. Uyg'ur xalqimi o'da 3 asr qattiq ezilgan turibmi 21-asrga ulisha olgan ekan. Endi o'rindan dast turib ketishnimi qamlashtira oladi. Seni o'ltirib qo'ymagan qiyinchilik seni texmi kuchli qiladi. Moskva shahri qurilganligining 873 yilligi, Qashqar shahri qurilganligining 2666 yillik munosabati bilan aslandi. 2020 yili 6 sentabr yakshanba.